piston hot point ishlaganda suvdan oladi, lekin motor aylanmaydi. Anaqasida qo'yib yuraman deyman. Pastga. 11da и 14da yuraman. Oxiri motor og'ir aylanib o'chdi, to'g'rimi? Ha, oxiri o'chdi. Bo'ldi. Motor mashinamiz motorni yechib oldi. Mana motori, mashinamiz motori. Birinchi polностью yuvib tozalab olamiz karchilda. Remont qilishni boshlaymiz. Ishlar chiqayotgan musor kuzatib borilgan, ko'rasiz o'zingizlar. Mashina motori ham tayyor bo'ldi. Endi qo'yib ishlash tekshirib beramiz. Yo'q. Mana hozir ishlashlarini tekshiraman. Hozir suv chiqazadi. Ga qo'yamiz. 11da bistrimойка. Mana motorlar aylanyapti. Buni nagruska emas mana. Yengil aylanyapti o'zi. Kir ishlatib bo'lgandan keyin eshigini ochib qo'ying. Eshik ochiq tursin pastda yana. Bo'ldi. Ha. Bo'ldi. Garantiyasi bor, yozib qo'ydim. 1 yil garantiya.